Rahmat. Bugün şu bizning naqshlarimizni qattiq sayitib etgan muzikat inilarimizga, Sahar muzika gruppasiga ko'pdan ko'p rahmat. Teşekkür Şu fırsatdan boyunca benim iki kız gap kılım kelyapti. Hoş. Çünkü bu Davr klubi bugün birinci son. Şoňa meniki şu tomoshabinlarning, tordoshlarining qo'llab berishini umid qilaman. Demakchi bo'lganim, bu asli o'zimning shaxsiy fikrim. Chunki har qanday narsa yo'qlikdan borlik keladi. Asli yo'l yo'qdi, odamlar menga o'rib yo'l asli bo'lgan. Balkim bu kechilik Davr klubida nurg'unlagan nuqsonlar bo'lishi mumkin. Biz şoňa bu nuqsonlarni avval bir qayirib qo'yib turib, bu xaltitlar şu yo'q deb etmay, amallar bir mezgil bir qo'llasak. Onundan keyin bu masalanki chet elda ishkirilda bu nihoyat hozir shunday ko'ngil xarakterli programmalar, shunday klublar nihoyat jiq. Lekin bizda tunji qitim. Menimcha o'g'anda bir-birimizni qo'llaganimiz uzuk. Bu xudoyligi bu bog'chilarda borkan hozircha o'tganda men balam bilan o'ynab baqqan bir to'qmoqni berdiki. Bir mo'ch kamavakin 5-ni chiqirdi ekan. Kim 5-ni chiqarsa tung urib chiqargancha. Menimcha mushta bo'lib qolmay bir mezgil mushlag'im bir fursat bersak demakdir. Ma o'xshatish yaxshi bo'ldi. Rahmat. Tomoshabinlarimizga rahmat. Bizning demoqchi bo'lgan yurak so'zlarimizni ifodalab berdingiz. Rahmat Abdukerimga. Bizning ozroq ko'ngil sog'imiz bor albatta. Oddiy qilib sog'imizni qabul qiling. Nota daftari nihoyat oddiy. Lekin sizning qo'llaringiz orqali oddiy bo'lmagan melodiyalarni yezib chiqishingizni umid qilamiz. Obdan saqlayman. Buningga yaxshi ishlangan ahanglarni yezib yani sizlarga so'q qilaman. Shunday. Rahmat. Erpan Lo'g'dirdi. Rahmat. Erpan Lo'g'dirga kelsak. Men bu lozim emas, o'zim tarjimon bo'lgandikim. Rahmat. Bundan keyin balkim shogird tarbiyalash yo'lida nurg'unlagan shogirdlarga uchrashingiz mumkin. Balkim bizning millatimizdan bo'lishi mumkin yoki boshqa millatlardan bo'lishi mumkin. Shu shogirdlarni tarbiyalash uchun, qulaylik bo'lish uchun shundaqla naqshlaringizni texmi ko'p bo'lgan millatlarning anglab, bizning madaniyatimizni, san'atimizni texmi ko'p kishilarga singdirish, yetkizish jihatda foydasi bo'larmikin deb Urumchi Erpan elektron chekit shirkati ta'minlagan o'sha Erpan Lo'g'itni sovg'a qildik. Rahmat. Qabul qiling. Rahmat. Abdukerim kam kelganda Erpan Lo'g'itni hamda hozir Abdukerim kam taxta ilm tahsil qilyotdi. Boshqalarga paranglashamaydi demakchimi? Ilm tahsil qilish jihatda foydasi bo'larmikin, shundaqla maqol tamsil tarjima qilish jihatda texmi zo'r foydasi bo'larmikin deb Erpan Lo'g'itni sovg'a qildik. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Teşekkür Rahmat. Qadrli do'stlar, Qimmatli davrdoshlar. Davr klubi uchrashishimizdan tunji maydoni mana vaqt munosib bilan oyoqlashmoqchi. Biz sizlarga shafqat qilish uchun davomli tirishimiz. Davr klubimizda qo'llashinglarni, Hamda klubimizga qimmatli takliflarni berishinglarni biz bilan birlikda tang boshqarishinglarni umid qilamiz. Qardoshlar, tomoshabinlar, Davr klubimizning to'g'ri adresi mana sahnamizda bor 3W Karvonchiki sayyorlardan boshqa Davr klubimizga oid yangi usullardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsanglar, Davr klubi nomidagi Sina mikro blogiga qadam tashrif qilishinglarni umid qilamiz. bo'ldi, kelasi sonni ko'rishaylik do'stlar. Xayr xo'sh. Ketamliq ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Kelasi ketamliq uchrashib ko'rishaylik. Omon bo'linglar.